Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana 18 kilovat nasozimiz qo'shdik. Xo'p, bu nasoz o'rnashgan joyimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga qo'ydik. Xo'p, qishloq nomini esimda yo'q, lekin mana ana katta daryo suv mana bu yerdan o'tib ketgan. Fermer akalarimiz mana shu yerga nasoz qo'ydirdi. Mana ekskavator bilan qozib kelib qo'yganmiz. Xo'p, 200 talik 18 kilovat. Xo'p, mana ovozlar ancha tiniq, 460 tonna litr tekis sekundiga suv beradi. Chiqarishlari o'sha joyga ketdi. Xo'p, so'rishiga 10 metr turba ketdi, chiqarishni o'ziga qashti 28 metr turba ketdi chiqarishni. Mana ishlashlari, mana podiyumlar o'sha akalar o'tirgan joyga ketdi. Hozir elektroshitlarni, suvlarni chiqarishlarning jarayonlarini bir qadar ko'rsatib o'taman. Xo'p. Mana xo'p, mana elektroshitimiz. Xo'p, счётчиga hozircha ulanmadi. Elektriklar o'zimiz ulab beramiz deydi. Xo'sh, avtomat G.U. G5 kontaktor bilan qo'yishganmiz. Mana ovozlari tiniq ishlab turibdi mana. Xo'sh, knevkalari olayotgan amperlar, tok kuchlanishlari 196, 195, 195. Olayotgan amperi 21 amper, 23, 26 amperda ishlayapti. Mana rozetkalar bilan cho'tki qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana Erkin akamiz komplekt qilib bergan. Sip kabel bilan qo'yganmiz. Mana mekanik bilan chiroyli qilib o'rnatganmiz. Xudo xolasa uzoq vaqt ishlab beradi. Mana shundan bu yog'i mana qalin temir turbaga qo'yganmiz. Xo'p, bu turbani ichi 200 dan kattaroq, 220 turba qo'yganmiz. Mana suv chiqarayotgan joy. Lo'ldirib ataryapti 1 metr 1,5. Mana katta ariq. Mana suv chiqarayotgan jarayoni. Mana katta bir ariq suv beryapti. O'sha akalar, Behon akalar 30 gektar oshiqroq yerimiz bor. Suv yetadi bizga. Rasxodga ham kelmagan, suv chiqarishlari ham zo'r ekan. Deb xursand bo'libdi. Mana. Biz mana bu akamga ham bitta qo'yamiz, xudo xolasa joyini ko'rib bermaydi turibdi. Mana suv chiqarishdan joylanib, mana podiyumlar. Oho, o'sha joydan, daryodan. Qanaqa daryo bu? Qizil daryo degan joyda mana shu ekskavator bilan qozib kelib mana shu yerga o'rnatdik. Mana shu Ulug'bek degan akamga o'rnatganmiz. Qalay bo'ladimi suvlari? Mana shitlari. Yana bir qator ko'rsatib o'taman. Mana ishlashlari, ovozlar ancha tiniq. 18,5 kilovat motor. Xo'sh, 200 talik Xitoy pompa, 460 tonna suv beradi. Mana o'sha joydan Qizildaryo degan ekan, Qashqadaryo Yakkabog' tumaniga qo'yganmiz. Qizildaryo degan daryoga qo'ydik. Mana ekskavator bilan qozib kelib, mana bu yerga katta hovuz qilib qildirdik. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, ofisanada nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'rnatib berish, dastavkasi, nasoslari hamma xildan bor akalar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'rnatib suvlaringizni chiqib garantiyalaringizni beramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar. 200 talik, 250 talik, 300 talik, 350 talik, 400 talik, 500 talikgacha bor bu nasoslarning kattalaridan. Xohlaganlarga o'zini desangiz o'zini beramiz. O'rnatib berish kerak bo'lsa o'rnatib beramiz. Mana shu hozir kelgan joyimizda elektroshit, kabel, turbalari hamma narsasi o'zimizdan dastavka qilib o'rnatib suv chiqarib berdik. Chunki mana shunaqa nasoslar ekonom nasoslar, juda ekonom. 11 kilovat rasxodda ishlab turibdi. Mana shu nasosimiz 18 kilovat, 200 talik, 11 kilovat rasxodda ishlab turibdi. Kimga mana shunaqa nasoslar, ekonomik nasoslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'rnatib suvlaringizni chiqarib beramiz. Yana bir qator suvlarni ko'rsatib o'taman. Juda baland podiyumimiz 28 metr. Mana suv chiqarishlari. Ketdi. Avtolga bordi bu. Bor, shunga ko'ra. Qashqadaryo Yakkabog'. Juda joylari ser suv joy ekan. Ashiyaga qo'ydik. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, o'rnatib suvlarni chiqarib beramiz. Garantiyalar bor. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.